katta hovli quraman deganlarga chiroyli taklif. 8 sotadan iborat bo'lgan bo'sh yerimiz sotuvga qo'yildi. Assalomu alaykum Zinat uy-joy savdo kuzatuvchilari. Bugungi manzilamiz 5 bola 8-marta joylashgan. Taxminan yo'lda bo'yidan 700-800 metr atrofida ichkarida joylashgan. Ko'rib turganingizdek bo'sh yer. Bu yerimizning afzalligi nomimizga shunday o'tadi. Inshaalloh kadastrlari bor. Tayyor pustoy holatda, chiroyli holatda qurilish qilib, inshaalloh xonadonni quraverasizlar. Xo'p, 8 sotadan iborat bo'lgan, atrofi ko'ptagingizdek qo'ni-qo'shnilar bilan o'ralgan, mahalla asfalt, gaz, svet, suvlardan muammo yo'q, qo'ni-qo'shnilar zo'r. Bilgan odam bu yerda yaxshi biladi. 5 bolada eng hozir yana ham zamonaviylashgan holatda chiroyli obyektlar qurilyapti. Bunga misol Nur kompleksi 5 bola building tomonidan qurilayotgan Nur kompleksi taxminan 1 kilometr uzoqlikda joylashgan. Gipermarketlar, supermarketlar, go'zal holatdagi bozorlar deysizmi. Eng asosiysi namoz 24 soat azon ovozi jaranglab turadi. Shundoqqina uyingizdan 800 metr 1 kilometr uzoqda masjid. Bo'lib ham Nur masjidi juda ham chiroyli masjidlardan biri bo'lib, yangi qurilyapti xolasa. Yo'lda yuzga 700-800 metr ichkarida, joyi zo'r joyda, ma'qul keladi inshaalloh. Eng asosiysi narxida. Narxi ham hamyonbop. Sotigini taxminan $4550 atrofidan berishyapti. Umumiy $36,500 berib olamiz deyapti. Inshaalloh sunnatiga balkim yana o't berishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar quyidagi raqam orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum.